Hamma salom bo'lsin, sizlar bilan men Artex Minecraft. Men do'konimda qisqa vaqt ichida 8 mingcha pul topdim obunachilar. Yaxshi, boshlanishiga. Okey, obunachilar. Hammaga salom, sizlar bilan men Artex Minecraft. Obunachilar, do'konim ichida cho'tga qo'ydim. Men o'zi ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Obunachilar, bu kim bo'ldi? Mayli. Bizga qiziq emas, do'kon biroz qotish bo'ldi. Mana do'konim ishga bu o'rtalarga ham yashiklarni qo'yib chiqdim. Cho'tga qilib. Hop. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Nima qilyapsiz, brat? Shu mashina buzilib qoldi. Tuzata olmayapman-da. Usta chaqirmadingizmi? Shu chaqiray deyapman, bu shaharda yangi bali kim usta ekanligini bilmayman-da. Okey. Birorta shu yerlardagi odamlardan so'rasangiz bo'ladi. Sizni do'koningizmi bu? Da, xullas kredit deydi, mana shunaqa. Kredit bo'lib to'lashga? Ha, xuddi shunday. Mebel do'kon obunachilarga. Anchaga foyda keladi bu do'kondan sizga aytsam. Chunki bular mebellar, bular ancha qimmat. Da, bilaman. Chiroqlari menikidaqa ekani sal zamonaviy va yangi ekan. Kredit. Yaxshi, yomon emas. Hozir bir dayta menga telefon qilib qolishdi. Ha, bemalol. Xo'p. Yaxshisiz. Okey. Bolalar yomon emas. Mayli. Lekin Jiguli. Keyinchalik bir BMW olsa ham hayron bo'lmasdim, lekin do'stlar, men ham BMW 5 bor edi. Afsuski, xullas tiqorish yo'q. Bolalar, bir ideya bor. Do'konda ishlash juda zerikarli ekan, menga yoqmadi. Keling shu bo'ladi ish ko'ramiz. Bratcha, qalaysan? Yaxshimisiz? Okey. Ukam, senga bir ish bor. Xo'p, qanaqa ish? Shu do'konga ishlab bera olasanmi, ya'ni ishga kirmoqchi emasmisan? Yomon emas. Qancha oylik berasiz? Oylik keyinchalik kelishib ketamiz. Xo'p, qachonda ish boshlay? Shu bir 15 yarim soatdan keyin ish boshlayver. Xo'p, bo'pti aka. Obunachilar, men o'zim do'konimga ishchi oldim deya, let's go. 30% unga bo'lgani, qolgani menga bo'ladi, obunachilar. Men hozir do'konimni oldida prosta yer bo'lib qolsa g'alati bo'lyapti. Shuni to'g'rilash kerak, obunachilar. Hop. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling bro. Sizda bloklar, ya'ni haliga shag'ol deydimi, o'shanaqa bormi? Unaqa tashqarida bor. Tashqarida? Ha. Orqa tomonga o'tingda, shu yerda bo'lish kerak. Oz qolgandi. Hop, avval inspektorlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizdan lopatka olmoqchiman. Qancha bo'ladi? 10 ming so'm. 10 ming so'm? Arzon ekan. Da. Hop, okey. Chiqilib arzon bo'lganiga yarasha Xitoydagi bo'lmasa bo'ldi. Xitoydagi bo'lsa pulimga uxlagan bo'lardim. Mana shag'al. Sizlarda shag'al deydimi, nima deydi menga? Umuman qiziq emas, hazlashdim. Sizlarda shag'al deydimi, nima deydi? Bolalar kommentga yozib ketamiz. Bizda shag'al deydi, chunki men viloyatdanman. Bizda shag'al deydi. Xo'p, okey. Bularni olib olamiz, chunki do'konimizda oldi. Keyinchalik sement qilamiz, stashka. Hozircha anaqa do'konda oldi yer, anaqa oddiy yer blokdan bo'lgani yomon, chunki odamlar hozir qish albatta bir yomg'ir ham yog'ib qoladigan bo'lsa, hamma yer loy bo'ladi. Rasvosi chiqadi. Yangi do'konda oldi axir albatta stashka qilamiz. Keyinchalik hozir emas. Hozir unchalik kerak emas. Hozir bir lochib shag'al qilib olaylik. Xo'p. 30 ta chiqdi shag'al. Bir daqiqa. Brat, mana 30 ta chiqdi shag'al. 30 tami? Kelinchi men sizga hozir ko'rib beraman. Xo'p, mana, okey. Okey, brat. To'g'ri ekan, olavering. Xo'p, rahmat. Sizga aka, mendan qancha bo'ldi? Sizdan 80 ming. Aka, 70 ming pulim bor ekan. Bo'ladimi? Mayli bo'laveradi. Biror kun tashab ketasiz. Olib oldingiz. Uzr mana. Biror kun tashab ketarsiz. Xo'p, rahmat. Addushi. Xo'p, okey bolalar, yaxshi. Xo'p. Yaxshi, endi biz bu yerda to'g'rilab chiqamiz. Let's go, baby. Xo'p, bolalar o'zingizlar nima gap? Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar?
Joninglar sog' bo'lsin. Videoga like bosib, kommentda portlat tashlaymiz. Tezroq birga bo'lib olsak, men o'zimning mod kanalimni ochaman. Obunachilar, hammaga rahmat obuna bo'layotganlaringiz uchun. Xo'p, kuzatib turibdi meni. Tushunmadim. Meni bir bo'lsa kuzatyapti. Qiziq. Nega meni kuzatyapti? Maraz. Biz u bilan raqobatchilarmiz, obunachilar. Bundan keyin raqobatchi bo'lamiz u bilan. Sababi men undan zo'r bo'lishim kerak. Tushunyapsizlarmi? Odamlar baribir shunaqa stul bo'ladi, men undan zo'r bo'lishim kerak. Nima u mendan zo'r degan? Men ketyapti. Baba, men undan zo'r bo'laman, bolalar. U chiqoq. Qo'pol qaytganda ahmoq Steve. Nimagadir shaharda ko'pchilikning skini Steve ekan. Bilmayman, shaharda skinlar pullikmi? Marketga ham skina anaqa edi. Rahmatli marka yoki rahmatsizmi? Xullas, o'shani ham skina Steve edi. Esingizda bo'lsa, chunki men bir nima qilsam, so'rab surishtirsam, xullas shahardagi skinlar pullik ekan. Puli ko'proqlar skin sotib olishar ekan. Skin kerak bas deb o'ylaydiganlar просто Steve skinda yurishaverar ekan. Mayli, nima ham derdik. Okey, bolalar. Agar hammasi Steve bo'lsa, biz ular qanday ajratishimiz mumkin buradan? O'zarda niklari osmonda tepada chiqib turadi, to'g'rimi? Chiqib turadi. Xo'p. Okey, ana bo'ldi. Yaxshi. Keyinchalik yana nima shag'al kelib qolsa, u do'konchaga yana qo'yamiz, obunachilar. Chotki. Asta buni olaylik-da. Hozir. Bir daqiqa. Buni mana bu yerga qo'ysak, ana chotki yaxshi, obunachilar, normalli bo'ldi. Hamma qayerga ketyapti endi maraz. Undan zo'r bo'lishim kerak, bolalar. Do'konimga ish olganim, kelsa kerak yaqinda. Men ungacha uyimga borib dammamni olaman. Bittadan ishlayverib charchab ketdim-da. Shag'aloq desam o'zi bo'lgan. Yo'q, bolalar. Albatta videoga like bosib, bu musorlarda yerlar qayerga tashlaymiz loylarida. Mana maraz rayoniga tashlaymiz, maraz rayoniga. Stop. O'zingiz qatib tushayotgan-ku bolalar. Mana bunday qilib, bu marazdan suv bo'lishim kerak bolalar. Agar bu loylarni militsiya ko'rib qolsa, bu musorlar, normalli problemaga olib ketadi. Bu kerak edi, mayli kerak emas. Xo'p. Normalli problemaga kirib ketadi. O'sha notanish ismini bilmayman, ismini so'ramayman. Uni ismiga tufurganim bor, qo'pol qaytganda. Xo'p, mayli obunachilar, let's go. Endi bir mazza qilib dam olamiz. Xo'p. Yiqilib tushmay, muhimi yo'qchimi? Tomdisi. Uni do'koni baribir menikidan past. Lekin mebel sotarkanda, stop, eshik ochiqmidi? Ana eshik ham ochiq, stop. Bu nimasi? Uyimga kimdir kirgan? Mana u eshik ham ochiq. La'nati. Uyimga kimdir kirganmi? Men eshiklar yopib ketgan. Men 100% yaxshi ishlayman, eshiklar yopib ketgan. Meni xonamning eshigi yopiq. Chiroqni yo'q chiroqni. Xonamda hech kim yo'q, xayriyat. Men eshikni yopib ketganim, men yaxshi ishlayman bu narsani. Xonamning uyimning eshiklarini yopib ketganim, oshxona bilan xonamni kim kirgan bo'lishi mumkin? Voy, jönursin bolalar. Mayli do'stlar, agar pullarni o'g'irlashgan bo'lsa, lekin bolalar. Mayli do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosamiz, video tugaydi shu joyida. Xo'p, men biroz yozishim kerak. Bolalar, obunachilar, hammaga salom. Nega endi bugungi video qisqaroq bo'ldi desangiz, xullas, aktiv biroz pastroq. To'g'ri, komment portlayapti, lekin video ko'rishlar soni juda kam. Tezroq, ko'proq inson ko'rsa va like bossa, shunda men tezroq videolarni chiqaraveraman. Iltimos, shuning uchun kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Aytgancha, sizlar bilan Artex Minecraft bo'ldi. Keyingi videolarni kutib qoling. Like bosing, bilan obuna bo'l kanalga, yopdi voyman.